Taqay! Yura, madrasaga boramiz. Taqay! Qo'pa, madrasaga boramiz. Nima bo'lding, Taqay? İşte izimini cıkıya bilip mesup kaldın mı oynayayım? Dada! Taqay işte izimini cıkıya bilip mesup kaptı. Bir piyalı pırçak mı etken? Qaraganda pırçak meyini cıkırak iş güzsek buladigan o'xshaydi. Mes bo'lmadingmi? Men bilan manga olamsan. Emas yura. Bayğocam, öylerdeki duldul qandaq bo'lib qoldi, ha? Hammani qilgansan. Yana teqi cho'ng bir quti purchaq meni ishlab qoldim. Duldul yaxshi bo'lib qoldi. Ha, undaq bo'lsa yaxshi bo'pti. Men xotirjam bo'ldim. Ha, bo'ldi. Jidal qilmanglar. Mangayla, kechikib qolamiz, ha? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Nasırdın? Dersi chiqdikmi? Ders vaqtida o'qiganlar kitobni 100 qatim ko'chirib yozdi. Ölgür Taqay! Sen kimsin? Ben bilen sokuşmakçıyım Taqay. Taqay! Ne ketgandi o? Taqaying sen bilen madrasaga ketgan edi-ku.
Lekin darsdan tushgandan keyin nalarga qishib ketganini bilmayman. Elimda haykina bor. Taqiyim. Nasriddin, sen ben bilen qarıtlıysan. Bu tağiyinle ben bilen bitişim hayatı Bay hocam, xap olmaslar, o'ltirib so'zlasizlar. Senin tağiyin bizning uyga yugurib kirib, meni tepdi. Tegib bir xalta bug'doyni yeb oldi. Bu taqiyimning bir xuyi bor, oshko'zlikning purg'ini purab qolsa odam tepidi. Sizlar menga to'lab bersizlar. Bo'lmaydigan bo'lsa, men sizlarni ustinglardan qoziq arz qilaman. Voy, turmushing yaxshi-ku, bir xalta bug'doy yeydiganligini o'ylamabdi ekanman. Taqay bug'doy yemaydi, begim. Bug'doy emas, abida. Bayxo'jam, sizlar o'z ko'zlari bilan taqiyimning biydiligini ko'rdinglarmi? Shundaq, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bayxo'jam, sizlarmi biydi o'rishni bilamdilar? Bilish bilmasligim bilan sening koring nima? Agar to'zmisan, menga yillikchi bo'lib bekorga ishlaysan. Bo'ladi, Bayxo'jam, men birdamdan keyin qaytirib beraman. U to'p-to'g'ri 3 chorak bedamni yeb ketibdi. Men taroz tayyor qilib, bozorda saqlayman. Sen bedini it bag'in. Bu ochiq oshkora qoqt so'qti qilganlik-ku. Shunda qilmay nima amal? Bo'lmaydi ekan, u mushada mutamli qilib turib oladi. Hey, taqay, sen nimish uning uyiga borgansan? Shu emasmi? Nimish bo'ldi? Biz rostla uningga bedi to'lab beramdik. Topdim. Bir chorak, 2 chorak. Voy, uning qo'lida har bola keladi. Nasriddin qani? Mana men keldim. Bedini ip keldingmi? Albatta ip keldim. Akilamiz men o'lchab baqay. To'p-to'g'ri 3 chorak. Qaranglar. Nasriddinning eshigi mening bedamni yeb ketdi. U menga bedi to'lab berdi. Men boy, mutlaq haqqoniy. Bu bedi mening bo'ldi. To'xtasizlar. Yana deydigan gap bormi? Men bu taqiyimning eg'irligini o'lchab baqay. Taqayni o'lchayman. Barataga, sizlar menga toshni ip beramdilar. Ma'qul. Rahmat. Qara. Qarang, taqiyim bilan biyda o'xshash eg'irlikda ekan. Undaq bo'lsa nima bo'pti? Taqay bilan biyda o'xshash 3 chorak. Agar taqiyim biydilarini yegan bo'lsa, mening taqiyim nakatdi. O'ltirmanda. Taqay ba, amisa biyda nakatdi. Bu yerda turmanda. Taqaymi ba, biydimi ba? Taqay zodi biydini yedimi, yemidi? Men nima bilay? Amisa bo'ldi. Men sizlarga biydi berdim. Sizlar menga bir taqay berishlar kerak. Cho'qim shunday qilish kerak. Bir taqay 10 tag'ir bediga tang tursa. Qandaq Bayxo'jam, beramdilar, bermamdilar. Bo'ldi, bermayman. Unda bo'lsa mening taqiyim sizlarning biydilarini yedimi, yemidi? Yemidi. Voy,